2000 yıl burun taraqqiyotda dunyoning oldingi o'rinda turib, tuyuqsiz yo'qolgan bu joy Niya shahri xarobasi. O'rni Xotan viloyati Ni noyisida. Xan sulolasi g'arbiy yurt xotirasida Ko'lin tog'ining shimolida intayin taraqqiy qilgan bo'stonliq bir Niya davlati bor deb yozgan. Shu uchurlarga va qarabilikdan har xil turmush buyumlari, dehqonchilik, chorvachilik buyumlari, kiyim-kechak, ipak, farforlar, zibbu zinnatlar, hatto bir qancha xil tildagi kitob, yozmalar, o'qish qurollari bayqaldi. Bu bayqalmalarga qarab 2000 yil burunmi bu yerdagi kishilarning terilg'u chorvachilik bilimlaridan xabar bo'lib qolmay, yana ma'rif fan texnik ishlarga ahamiyat berganligini ko'rib olishga bo'ldi. Bu salgan uylarning qotallari, bog'lari, yotoq uylari ayrilgan, hozirgi turmush odatimizga o'xshab ketadi. Niya davlatining shuncha taraqqiy qilib turib, tuyuqsiz yo'qolib ketishi odamni haqiqatan o'yga soldi. O'lib ketgan bo'lishi mumkin desak, jasadlari bayqalmagan. Boshqa joylarga ko'chgan bo'lishi mumkin desak, tarixiy materialda hech qanday xotirasi yo'q. Shunday qilib, Niya xarobasining yo'q bo'lish siri texi ichilg'ini yo'q. Undaq siz qanday qaraysiz? Ko'z qarshingizni inkas rayonida qoldiring. Mazmun yoqtirgan bo'lsangiz, yurak berib 6 raqamini ko'proq yo'llab qo'yishni unutmang.